Endi mana shunaqa bo'ldi, mana beovoz. Shesteronkalar ovozi yomon chiqardi. Endi mana maslini bo'ldi. Bezvuk mana. Elektromobilni o'zida. В общем, ovozi yo'q. Spokойно yuradi. Yuryaptimi, yurmayaptimi? Вообще bilinmaydi даже. Motorlari tixi mягкий degan. Mana 3 ta skorosti bor. Asosda средний va tez. Keyin gazni asta bo'lsa asta yuradi, tez bo'lsa tez yuradi. Mana asta bo'lsa asta kelyapti, ko'ryapsizlar? Asta bo'lsa asta, tez bo'lsa tez yuradi. Tormozi bor. Mana asta bo'lsa asta yuradi, tez bo'lsa tez. Xuddi mashinnikidek-da, qancha bo'lsa shuncha tez ketadi, shunday bu. Lekin predeli bor, oxirigacha bo'lsa ham undan tezlikka chiqmaydi. Shunday predel qilib qo'yganman. Bo'lmasa bu uchib ketadi-ku. Raketaday. Bolachaga, maydachaga eng katta skorost mana shuni qo'yib berganman. Undan tez chiqmasin deganman. Bluetooth bilan o'zlaringiz kirib, skorostini kattalashtirsangiz ham bo'ladi. Nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bluetooth bilan bo'ladi nastroykalari. Skorosti pasaytirish, tezlashtirish hamma shu Bluetooth bilan bo'ladi. Pasaytirib, tezlashtirib qo'yasizlar. Lekin mana shuni o'zi yetadi. 3 ta skorosti. Past, средний и tez. O'zi mana bu aytayotgani tez bu skorostda qo'ygan. Katta skorostda qo'ygan. Bundan astarog'i bor, keyin bundan ham pastrog'i bor. Mayda bolachalar uchun. Mana bunaqa katatsiya qilib o'ttiribdi, mana o'zini kachela qilib. Mana, ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qilsa ham bo'ladi. O'zi gazni qo'yib urib bossa agar ana shunaqa bo'ladi, kachela bo'ladi.